Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Toshkent viloyati Piskent tumanidagi ishimiz yakunlandi. Xudo xolasa e'tibor beringlar. Arkalarimiz butun bo'lgan, tarnoqlariga keltirib qo'yganmiz. Aks suvollarini o'zimiz Andijondan tayyorlatib keldik. Zaborlariga ham e'tibor beringlar mana. Birinchi qovurg'asini 15 cm qilganman, keyingisi 25 cm. Tarnoqlari ham o'ziga yarasha kichkinagina qilingan. Do'ppi karniz qilib, tepasiga ham kanyok, ham karniz vazifasini bajarib turibdi. Shu eng tagidagi qovurg'asini ham 12 cm qilganman. E'tibor beringlar. Ikkita qovurg'a ko'rinsa chiroyli ko'rinadi-da. Darvozaxonalarini ham chiroyli qilib yopib berdik. Uy egalari nihoyatda xursand. Mana zaporga ham e'tibor beringlar. Kanyok va karnizlari nihoyatda o'ziga yarasha kichkinagina qilib tayyorlab kelganmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa foydali videolarni qo'yib boraman.